Assalomu alaykum bag'rikeng inson. Biz pastdagi kalyanxonada ishlaymiz. O'pkamizga kalyan tutuni to'lgan ekan. Doktorga borgandik, siz uyingizda toza havo borligini aytgandi. Bir kunga yashab tursak bo'ladimi? Yo, mayli. Savob uchun. Mayli, kiringlar. Rostdan? Rahmat. Kel. Hozir kim u? Yo. Yo. Men shu mahallani faol, faxriy alkashlaridanman. Tanidim. Barakalloh. Xullas doktorga borsam, toza havo kislorod oling deb sizni uyingizga jo'natdi. Chunki bir kunga qolishim kerak ekan, toza havo olish uchun. Mani uyimda kislorod bormikan? Shunday. Mumkin? Kir. Bir kun faqat. Hozir. Assalom bag'rikeng inson. Kimsan? Men qonchiman. Bilasiz, qonda chang juda ham ko'p yashab bo'lmaydi. Doktorga borsam sizning uyingizda toza havo bor dedi. Bir kun yashay aka. Koncha. Kiri. Rahmat.